Bir tomchi yog' ishlatmasdan atigi 10 daqiqada xolodilnikda bor narsalardan shunaqangi mazali nonushta tayyorlaymizki. Xullas, birinchi bo'lib lavashni videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olib, bir chetga olib qo'yamiz. Boshqa idishga tuxum chaqamiz, sut qo'shib, ozgina tuz solib, bir xil holga kelgungacha yaxshilab aralashtiramiz. Endi esa qizigandan keyin bir tomchi yog' ham solinmagan tovaga to'g'rab olingan lavashni solib, tuxumli massani quyamiz. Keyin esa xolodilnikda topiladigan pomidor, bulg'or qalampiri va sosiskani solib, eng oxirida qirg'ichdan o'tkazilgan sir solamiz. Aytib o'tishim joizki, bulg'or qalampiri sosiylar qanaqadir o'zgacha ta'm hosil bo'ladi va odamning ishtahasini juda ham ochadi. Sirni solganimizdan keyin ustini 10 daqiqaga yopib qo'yamiz. 10 daqiqadan keyin ta'bga ko'ra ko'katlar bilan bezatib, dasturxonga tortsak bo'ladi va hech qanaqa tovaga ham yopishib qolmaydi. Shunaqangi zo'r chiqadiki, qo'rqmasdan, o'ylamasdan bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga yoqishi aniq. Xullas, hammaga yoqimli ishtaha.